hozirgi yaxshi bo'lib qolgan holat, to'g'rimi? Chiyishib ketdi bunaqa bo'lib uyda Qur'on eshittirdim. Odamlar mana shu go'dayni o'limi kimga kerak? Shuni azob chekib, qiynalib o'lishiga sizni xursand qiladimi? Sehr qildirayotganlar, jodugarlardan yordam so'rayotganlar, sehr qilib azoblamoqchi bo'lganlar, shu go'dayni o'limi sizga kerakmi? Boshlaridan aytdim. Shunday kasallanib o'lganda siz xursand bo'lasizmi? Rohat olasizmi? Mana shu bolani mana qarang, ishib ketganini. Mana kallasini ishib ketganini qarang. Operatsiyalar qilgan. Qancha xarajatlar, bu bolani ozori, hozir yaxshi bo'lib qolgan holati bu. Bu Qur'on o'qib, bir necha vaqtlar davoladik. Bu bolani ko'tarib kelganda hech narsani bilmasdi. Ko'zlaringizni qimlatingchi. Yana mana shu gaplarni tushunmasdi, ko'zini harakatlantira olmasdi. Qo'llarni harakat qilingchi. Qo'llarni harakat qilingchi. Ha, qo'llari ishlayapti.